Shuhrat aka, xudo xolasa, bugun bizlarga kommentariy yozib, bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan videomizga bir like bosgan odamlar uchun zo'r gilam qo'yib beraman deb. Zo'r gilam qo'yib beraman. Shuhrat aka 550 ming so'm gilamni bahasi. Shu kommentariy sho'si uchun shunday mut qo'yib beraman. Sharti eng ko'p kommentariy yozgan odamga shu gilamni shunday mutuna qo'yib beracak. Like bosib, eng ko'p kommentariy yozgana, qarang, bugun gilamni olganlar ham 1+1 aksiya etaman. Yana bir jamoasini shuningni beraman dedi. Shuhrat aka, xudo xolasa bizda hozir 1+1 aksiyamiz bo'lib turibdi aka. Og'amlar 4 kundan kelibdilar. Oxirgi klientimiz hozir. Oxirgi klientimiz, xudo xolasa 1.800.000 so'm birini oldilar, birini qo'shib berdik. 3 ay 5lik. Aga, to'g'rimagan gapimiz. 1.800.000 so'm berdik. Podpiska bosimiga verdik-da, biz bosganda 100 so'm qayda deganlar bola. Podpiska bosming gapdilar. O'rtoqlar lekin cho'lashmanglar bizlarga o'xshab. Qarang, Shuhrat aka, keling, men sizga ko'rsat. Bostalar hisoblagan, to'g'rimi? Keling, men sizga o'zim tushuntirib beraman. Nechga bo'ladi bu aksiyamiz, Shuhrat aka? Faqat 1-yanvargacha bo'ladi. Qarab turing, 3 metr 5 metrlik gilam bo'ladi. Hoppa. Bahasi 1.800.000 so'm Shuhrat aka. Qani. 1.800.000 so'm birini oldilar-ku. Avan. Xolasa oksivetini oldilar. Bu taraf men prosta qizildan go'jat turibman. Qani. Imundan bir tanasini shunday qo'shib beramiz ichida. Hoppa. Necha keling? 1+1 aksiya. 1+1 aksiya bo'ladi. 1+1 aksiya hurmatli obunalar. 31-dekabrgacha, 1-yanvargacha, 31-dekabr kuni ham ishlaymiz. Shuhrat aka, bemalol kelib ketdi. Sharti bor. Обязательно og'amlar bajarmang gap turar, shuning uchun pul qaytmadik. Podpiska bosib, like bosib kelinglar bizlarga, xudo xolasa. Podpiska bosib, like bosganingiz uchun oddiy sovg'alarimiz, oddiy pul sovg'alarimiz bor. Ko'rsatib bering. Hurmatli obunachilar, hozirgina qizg'in savdo bo'ldi. Xudo xolasa, og'alarimiz 4 yildan gapdilar. Ajoyib berdik. Hikmatqanday yengilligiga shundan bosib berdilar, rahmat. Jana sağ olsun. Videomuzda doğru sardarga şuradan başa gittik. Üzümümüz. Bugün hurmatli obunachilar, Urganch Ray Center'dan nomer 97 gilam do'konidan adresimiz ham tushuntiramiz hozir video davomida. Ya'ni 1+1 aksiyamiz 31 dekabr, ya'ni 1 yanvardan bo'ladi. 31 dekabr kuni ham ish bo'ladi shunda. Avan. Bo'ldi. Qarang endi. Asa yayingasa ikkilansin ham endi. Bo'ldi, ko'rsating. Bu 3'e 4'lik gilam bo'ladi. Avan. Xalasangiz, ben 3'e 5'likini oldilar hozir. Avan. 3'e 4'likini 1,5 million so'm pul to'lang, ikkinchisi mut oladi. Ko'rsatib bering. Yine, necha yo'l? 1,5 million so'm pul berasiz. Bir 3'e 4'lik gilam oldingiz. Bir 3'e 4'lik gilamni shunday qo'shib beramiz ichida. Ava. Day yaxshi kunlar to'ylarga do'shang. To'ylar bo'lsin. Sog' bo'linglar. İşleriniz amalgacha. Charchamang. Yine klientlar uje g'ollarni apart tutdilar. Yine klientlarimizga to'g'ri g'ollarni ham dastlab ketayotgan joylarni ko'rasiz kerak. Dastavkalarimiz bugun ko'p, xudo xolasa apart beramiz. Og'amlarning o'zlari kutib turibdi buni. Yine hurmatli obunachilar, dastavka bo'lib atdi hozir. Bu kechqurungi dastavka. Uje bir reys balla borib qaytdi. Ikkinchi reysga yetib boradi. Xudo xolasa gaz problemada o'tiribmiz, benzinda qatlab olib. Adres ham tushuntirbang Sardar aka. Adres Urganch Ray Center bozorining orqa tarafida. Imunda Mustang Mo'ka, Sel magazinning to'g'risi, imunda avtobus tenka bor. Avtobus tenka tarafdan kelasizlar, imunda kichkina yo'l bor. Jayxun Hotel Sel magazinning dik to'g'risida 97-magazin bo'ladi. Eshikning oldida hamma oq plakat, ish mashinalar turadi. Bo'ldi. Adres ham tushuntirib bering. Keling, uzummiz, Shuhrat aka, uzuming ko'rsatib boramiz. Shuhrat aka, qarang. Hozir bularni bir qator ko'rsatib o'tdim, to'g'rimi? Qani. Endi sal yaxshiraqlaridan ko'rsataman, Shuhrat aka. Qani. Xudo xolasa, inay. Bu gilamimizni 3'e 4'lik bo'ladi bu gilam ham, Shuhrat aka. Bahasi 3 million so'm, Shuhrat aka. 2,5 danman. Like bosing bizlarga, kommentariy yozing, qimmat bo'lsa qimmat deb ayting, arzon bo'lsa arzon deb yozib keting. Sizlarning fikringiz biz uchun muhim bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa, ishi gilamni 2.100.000 so'm pul etib beramiz, Shuhrat aka. Mening ikkinchisi mut oladi shuning yanında. Hoppa. Yine aksiya. Zakonnisidan birisi. Shunda men qarang shunda Sardar aka. Buni ko'ryapsiz berdingiz. Endi qaysini ko'rasiz yana? Endi kattaroq gilamdan ko'rsatamiz, Shuhrat aka. Qani ko'rsatib bering. Gilamimiz bahasi 3,5 million so'm, endi 3 metr bo'yi 7 metrlik gilam bo'ladi. Hoppa. Gilamimizni tan narxini qaytilganda, kuytilganda 1 million so'm pul qaytib beraman, 2,5 million so'm pul etib beraman. Qani? 3 metr 7 metrlikdan yana birini shunday qo'shib beraman, Shuhrat aka. 1+1 aksiya. Endi men like bosdim. Kommentar yozdim degan uchun nishat berasiz YouTube'da keluvchi. Kommentar like yozdim degan uchun bir dona joy namozini 200 minglik so'mlik joy namozini shunday Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar, kazavodskoy joy namozimizni like bosdim, kommentar yozdim degan beriladi. Ava, endi Shuhrat aka qarang. Endi menga sal qimmatroq bo'lsin, yaxshiroq bo'lsin degan odamlar ham bor-ku. Bayramda zo'r vej dushak qo'yaman. 31-dekabrda bayramni zo'r o'tiraman. Qalin qolib bo'lsin desa, yoy bering. Eron sifatidagi gilamlarimiz. Hoppa! Ina sizlara gilam. Ina gilam sizlara. Urgaz firmasini ajoyib jo'q deng gilami. Gilamim 10 million so'm baho Shuhrat aka. 1 million qaytaman, 2 million qaytaman, 3 million qaytaman. 3,5 million so'm. Joningiz sog' bo'lsin. 6,5 million so'm pul bo'ldimi Shuhrat aka? 6,5 million. Yoy bering, sovg'aga qarang buni Shuhrat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Ish gilamdan berasizmi Sardar aka? Ish gilam patarkasi. Hazil emasmi?
Qarang, yana Ava, bir qani, aytaman. Aslan qani. so'llanglar debdi. Aslan so'llab aytamiz. Ava. Gilamim Eron svetdagi gilamimizni 6,5 million so'mga birini 3,5 metr 7 metrligidan Jogdin svetidan birini xarid etdilar qo'ying. Ava. Shu qataka yana bir donani ajoyibindan Alana degan gilamimizni shuningla 3,7sini pazar ketamiz. Sardar aka, bu aksiya в общем dahshat. Yorib berdi istesam bo'ladi-ku. Zo'ri bo'ldi. Men qarang 31-dekabr, 1-yanvardan ishlaysiz shunda, to'g'rimi? 1-yanvar kuni 31-dekabr kuni ham ishlaymiz. Ava. Xudo xolasa like bosdim, podpiska bosdim desa veda getdinglar. Ina hurmatli obunachilar, Bir Premium tomon joynamoz. tasvada gilamlar yurtibsizlar. Mana alda sotaverib million so'm. 3,5 metr 7 metrlik. Ustundagi ham xuddi shu holatda premium bo'ladi. 3,5 7 metrligi 3,7 padarkasi bor. padarkasi bo'ladi. Yana joy namozini like bosim, kommentar yozdim, обязательно. Hozirgi Обязательно. agalarimiz bosmagan ekan. Bas- Apatmisasa 100 ming so'm olibmatlar. Shuning uchun bosinglar, like bosing, shu narsani beradilar, xudo xolasa sizlar. Joy namoz beramiz. Bu safar pul beramiz. Bayramda padarka bilan. Joy namozlar 200 ming so'mlikdan beramiz. 200 ming so'mlik, 100 ming so'm neydi? Bo'ldi. Qarang endi, bundan ham yaxshisi desa, bundan ham yaxshisi Qani? boshqadagi. Qani? Mening, ko'p odamlarning uyiga hozir atajin to'g'ri bo'lib turibdi. Hoppa. Emin dingilamlarimizdan keldi. Toza 3,5 metr 7 metrlik bo'ladi. Havo. Endi so'rashingiz mumkin, sizda faqat 3,5 metr 7 metrlik. Yo'q, bizda hamma razmeri bor. Hamma razmeri bor. Prosto biza katta gilamlarni aksiya qo'yganmiz. Hamma gilamimizdan birini olasiz, birini qo'shaman. Birini olasiz, birini qo'shaman shu qatga. Havo. Metrajli gilamlarimizni o'zini bahasida qo'yib beraman. Metrajli gilamlarimizni pulni sotib berib, pul so'yatchakmiz magazinda, xudo xolasa. Men qarang, bo'lsa xalqimizda bo'lsin. Shunchalik foydalanamiz, bu ham xalqimiz 5 kun foydalansin. Bo'ldi shu qatga. Eshitib turing. Ava. Gilamim ipak sifatidagi gilam bo'ladi. Qalin xili, zich to'qilgan gilam bo'ladi. Gilamimizning tan narxi 10,5 million so'm shu qatga. Yo'q, 10,5 million so'm deb o'tirsak yarashmaydi bizga shu qatga. Dahshat. Ketdi. 7 million so'm pul bersin, yayibering ustida padarka. 7 million so'm berdingiz. 7 million so'm. Hoppa, oringni beracaksiniz buni. Ishi gilamni beraman, padarka ketib berish. Joningiz sog' bo'lsin. Buning aksiya bo'lmagan, faqat bayram din bo'lsin. bunachalar. Yengil din bo'lsin. Ishi gilamni padarka ketib beraman shu qatga. Shuningdek bilasiz. Shuningdek padarkasi. Ina kerak bo'lsa, obunachilar, bu ipak. Ko'ring, ipak degan narsani tushunasizlar, o'zim bo'rtma bu ibn narsa. Eng qalini, eng yaxshisi bu shu qatga. Eng yaxshisi. Endi bir odam aytibdi, eng zo'r qimmat g'ollaringdan yo'qmi debdi. Qimmat g'oli deganda men to'g'risi ishini g'olini tushunaman. Yayibering bir ko'rsating, faqat yeshida ko'rmadingiz, faqat bizada shu qatga. Mening bir ko'ring. Qalin narsa bo'lgandan keyin ochilishi sal qiyinroq bo'ladi shu qatga. Ening bollarni 2 bo'lib zo'rg'a ochib tutdilar gilamni. Bu gilamimiz Sarayxon degan gilam bo'ladi. Eng yaxshisi, eng zo'ridan birisi bo'ladi. Ipak gilam bo'ladi. Ne dedi bu? Gilamim 15 million so'm shu qatga. 10 million so'm pul etib beraman shu qatga. Padarkasi o'zidan zo'rmi? Yayibering oshi. Yang qani? İpekinden birini Eng verin. zo'rlaridan boburasiz. Eng zo'rlaridan ipak. İşi gilen 10 milyon son pul aldık koyun. Havo. 3,5 metre 7 metrelikti. 3,5 metre 7 metrelikti. Yine birisini koşup veremem şu kadar. Shuningdek gitti. Padarkasi bo'lardi, nishatdi. Yine skip. Ajoyibindan zo'rindan birini berdim padarkasi. Sardar aka, shuni veda. Like bosdim, kommentar yozdim desa, yana bir aytamiz shuni, har doim aytamiz. Bo'ldi. Joy namozi İnengi bunda. Like bastım, komentar yazdım desa, like'ingiz uchun 200 ming so'mlik joy namozingizni xarid qilganingizdan keyin shunday qo'shib beraman. Epiruz dastavkasi, olib borib döşep berishim, qirqib berishim, tikib berishim, Xorazm bo'ylab mutlaqo tekin bepul bo'ladi. Xohlasangizlar shu ekranda telefon nomerlariga telefon etinglar. Onlayn dastavka etib olib borib beramiz uyingizga. Liboy birisini ko'ring, screenshot etinglar. Bermeseng uka bermeding shu gilamni deb aytsin. Makara maydondan doğru qizza ya mesela erxatlar maydonda-ku ishlab birdilar, musofirchilikda. Ya'ni onlayn savdo. Siz shu klik vajlaringiz bor, to'shni, hamma vajlaringiz bor. Ya'ni siz pul tashlab bersalar, doğru uyina Gullangda bo'lama, Mangitda bo'lama, boshqa joyda bo'lama, Xorazmning to'proq qala eng uzoq joyda. Azarista bo'lami? Pitnakda bo'lama. Boraveradi shuda. Bo'ldi, shu liboy bir gilamni ko'radi. Xolasa, xolagarindan dum qimmatini olish shart emas. Magazinimizda liboy bir gilamni zakaz etadi, o'zlarimiz olib borib beramiz. Xudo xolasa, screenshot etib bizlarga tashlaydi. Palancha so'mlik gilamdan ko'rdim men, shu gilamdan menga kerak dedi, beramiz. Endi shulardagi 4 metrlik gilamlardan bir ko'rsatali. Qani? Bir ko'rsatib bering 4 metrlik gilamdan bolla. Ening 4 metrlik gilamni, nodi 4 metrlik gilamni. Hoppa, qani? 4 metre 7 metr bo'ladi, razmeri katta razmerda bo'ladi. Ening nodi gilam. Yine sara gilam, yaxshisi, eng zo'ri, eng yaxshilaridan birisi. Yani 5,5 million so'm gilamni bahasi shuhratiga. Eni 4 metr, bo'yi 7 metrlik gilam bo'ladi. Shuhratiga 5,5 million so'm emas, 5 million 300 ming so'm pul bersinlar. Padarkasini bir ko'rsatib beringlar bollashini. 5 million 300 ming so'm dedingiz. 5 million 300 ming so'm. Inobi g'olib padarkasi bo'ladi shuhratiga. O'zining razmeridan bo'ladi Sardar aka shunda, to'g'rimi? Men tushunishim bo'yicha. O'zining razmerida yana birini padarka. Buning ne aksiya bo'lmagan ichida faqat. Shuhratiga bizda fokur. Qarang. Ya 3-4lik aytdingiz-ku, inova katta gilamlarga berib bilmasdan leganda turadim. Lekin o'z qarasam,
eng zo'rlaridan bir plyus bir atdi ustoz. Eng zo'rlaridan 1+1 ataman. Shu Hava. qadaka qarang, imunda yana bir gilamim bor. Qani. Endi gilam ko'rsataman desam ko'p shu qadaka. Havo, aytib boray. Shundan ham bir qator ko'rsataverik. Ostan qistam ochaylar. Bu qalin qoli. Mhm. Chistý model Turkiya gilam bo'ladi. Havo. Yayberik. Gilamim 10 million so'm shu qadaka. Oo, ne dedi bu? No dedi qolining. Qani. Zo'ri bu eng yaxshilaridan birisi. Yanadi bu. Qimmatlarini ko'rsatib turibmiz shu qadaka. Havo. Shu gilamni xarid qildi bizdan. Havo. 10 million so'm, 3 million so'm plakkasi, 7 million so'm pul beraman shu qadaka. Qani. Mening shu gilamni podarkasi ichinde yine. Yine. Mening. Oo, bunu 7'ye çirdiniz, doğru mu? Ava 7 milyon tushirdim shu gilamni podarkasi. Neçe metre deydi lan onun da, üsttekini? Şerti bizani videoga like basıp kelasiz, kommenter yazıp kelasiz. Bo'g'ani. Boshqa hech qanday sharti yo'q. 7 million so'm pul berasiz. İbu qalini oldingiz Turkiyaning gilamini. Havo. İbu qalini shuningdek qo'shib berdim ichinde. Screenshot beraveradilar. Tamam. Screenshot etadi, bizlarga beradi, bemalol kelib ikkitaveradi. Bo'ldi. Endi 4'lük ko'rsatdik, 3'lük, 3,5'lik ko'rsatdik. Endi 3 metrlik gilam yo'qmi deb so'rashlarim mumkin. Qani. Ko'rsatib bering Muhammad, yo'q, Aloniya ko'rsating, Aloniya. Eng, Aloniyaning 1+1 aksiyasida qo'yib beraman shu qadaka. Qani. Yo'y bering. Gilamim 3 metr, 5 metrlik gilam bor. 4 million so'm. 3 million so'm puldanman. Bizlarga like bosdingiz, kommenter yozganingiz uchun yana 100 ming so'm pul qaytaman shu qadaka. Qani. Ikkinchi 3'e 5'liga 2 million 900 ming so'm mut qo'shib beraman. Shuningdek gitti. 2 million 900 ming so'm pula 1 3'e 5'lik aldingiz, Yaranskiysidan yana birisi podarkasi Bu bo'ladi. 2 yıl görünediğin dükkanına. 2 xil O bu mesela bir tarafta ak görünüyor. Bir taraftan karanlık. Bir taraftan karamız. Bu qalin xilisi bu. Kızıl görünüyor bir tarafta. İşte qizil svetini aytgan oshuni. Qani. Imunda yana bir qizil sveti. Serdar aka, bugün Xudo xolasa xalqimizga shuningdek bir zo'r skidka o'tiribdi. Unumda Alloh foydalanib qarashdan so'rab qolamiz biza. Ya'ni obunachilar, qaranglar, nomer 97 gilam do'konda, Urganch Ray Centerda. Yana bir aytamiz, like bosib, kommentariy kelasizlar. Aytgan skidkalari, aytgan amal qiladigan mo'jlarni. Hamma o'zi amal qiladi. Basinasan buni ham ko'rasiz. Shuqataga dim yomonidan ko'zat deydilar-ku. Qani. Menga bu 3 metr 5 metrlik gilam. No deydi, bu toza keldi bu gilamimiz. Oo, Qalinligini Ne ko'ring. deydi bu? Jo'g'ding qalin narsa Bu bo'ladi. avtomatik vaqtni bilmagan Sveti dim cho'tki bo'ladi. Aha. Buni podarkasi o'zidan zo'r. Shu gilamni tan narxi aytirish bahasi 5,5 million so'm shuqataga. Ha. Ketdi 5 million 200 ming so'm pul aytib beraman. Olani aytgan o'sha Oloniyasini qalingidan Eng zo'ri Oloniya. narx Serdar aka, eng zo'ri narxi. Yine. Ina qalini oldi-ku. Hava. 5 million 250. Ina bu qalisi mut. Nishatdim. Oo. Nishatdi shuqataga. Yine obunachilar. Premium Ajoyib kastalar gilamlar bo'ladi. Buni o'zingiz bilasizlar ichki gilamligini, buni ham o'zingiz ichkiligini biladanmi o'zi? Yo'q. Shuqataga qarang, Havo. yana bir tushuntirib beraman. Havo. Yana bir marta. Geldi. Ha. Yine 3 metr 4 metrlik gilam kerak dedi. Dükkana geldi. Mesela şu yine 3 metr 4 metrlik gilam. Havo. Öttü bana. Bahası 2,5 milyon so'm. Hava. 2,5 milyon so'mga xarid etdik-ku. To'sh shundan yana birini podarka etib beraman. Hava. Shu 2 gilamingiz 2,5 milyon so'm pul tushadi sizga. Hava. Necha etdi? 2,5 milyon so'm. 4 metrlik. Hava. İkisi çeda aksında. İkisi. Xudo xolasa, lekin shartimiz обязательно bizani qo'llab-quvvatlab, like bosib kelinglar. Qiyinmas-ku, bir tirs etib like bosib bering, xudo xolasa. Obunachilar, hech kimda hech narsa yemedi. Bitta like, bitta kommentariya. Yoz qoldirasizlar, shuningdek gilamlarni ajoyib narxtalasizlar. Zo'r. Bu narx hech joyda bo'lmagan obunachilar. Shuqataga endi ko'ri gilamlarami? Yo'q, metrajlar ham sizga Qani? qo'yib beramiz. 50 ming so'mdan yayib o'tirman, ko'rsatamiz yana. 50 ming so'mdan ketdi gilamimiz. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan beraman. 100 ming so'm sotilgan, 50 ming so'mdan pul beraman. Qani? Ina bu 155 ming so'm sotilgan. Bayramning bo'lsa shuqataga 115 ming so'mdan beraman. Ipaklarni 1 2 3 xil sveti bor. Qani? Havo. 3 xil sveti 115 ming so'mdan Dalshi ketdi. yine nishkiranga bor deydilar. Yana nishkirangi bor. Imunda har xilisidan bor. Ben tarafda osib Yine obunachilar, qaranglar, shuqataga imunda ko'rsatib beraman. Qani, qani. Yayib o'tirmoqchi. Imunda zo'ri keldi yine. Qani? Fakat yechirdi yo'q. Fakat bizda qizil cho'g'din bo'ladi yine. Havo. Yaxshi men bir ko'rsatib Bir ay beringda. Klientlarimiz. Nima qarang, nima ne deydi bu? Ne deydi bu obunachilar? Ne deydi bu? Qarang, qarang. Gilamimiz 150 ming so'm pul sotilgan shuqataga. Havo. Bunda aytadi, to'g'ri yarim pulini beradi, 75 ming so'mdan beraman shu gilamni. 75 ming so'mdan. 75 ming so'mdan xalaqan o'lchamini qirqib, tikib, bichib, taqlab beramiz. 1 kvadrat metr 75 Canım dan sağ olsun ketdi. ha. 50% skidka qo'yib berdik. Hurmatli obunachilar. Xalaqan metrajimiz ushdilar, 50% skidkada hammasi ishon yo'qotamiz deb turibmiz. Metrajni gilamlarga zo'r skidka etib beraman. Imundan ham bor metrajni gilamlarimiz 120 ming so'm sotilgan. Ketdi 60 ming so'mdan qo'yib beraman. 60 ming so'mdan qo'yib berasiz. Imuna 50 ming so'mdan qo'yib beraman. Maling imunda yine. Qani. Yine 50 ming so'mdan ketdi. Hoppa, high techni. Haytek 50 ming so'mdan ketdi shuqataga. Buning skidka bo'lmagan. Faqat 1-yanvargacha bo'ladi. Bizlar bir like bosib, podpiska bosib kelinglar. Xudo xolasa, kerak odamingizga tashak qo'ying, qidirib yurgan. Endi kommentariy yozib, bizani qo'llab-quvvatlab o'tirgan nelerimiz uchun addinli bir ajoyibindan bir sovg'am bor shuqataga. Qani? Zo'rindan. Qani? O'tgan safar videoda kommentariy bo'yicha g'ola qo'ydik. Hozir uni aniqlab beraman. Endi bu safargi showimizga zo'rindan bir g'ola qo'yib beraman. Keling shuqataga. Mening shu g'olani qo'ydim yana. Men shu g'oli sharti kommentariy yozsangiz, kommentariyangiz eng ko'p liking olgan odamni 31 dekabr kuni xudo xolasa kechki
Elbette 4 tane karab turup anıtlayımız. Bemalal gelip turup gileminizde keyin ep ketişiniz mümkün. İşe gelenmiş şunu dinleyin mut koyup beramen. Canı sağ Like olsun. baskan adamlar şu komentar yazgan üçün. Boldu. Şunu boldu. dinleyin tekin. Tekin gitti. Tekin gitti. Şimdi Serdar aka, esa komentar anıqlab beramiz. Doğrumaksın da. Avan. Anıkla bereli şunan bir. En köp like egesine Hı. bir gilem Zakov'un içinden koyup beramen. 25. dekabr açıda koyuvadım. Levzimizni beceriş üçün Xuda xalasa geldik indi şörüne. Karang şuradaki hazır ben Tamam. görüp oturadım. Hı. Özü bir anda yok eken. En köp üstə durad özü. Gülü imanda yine. Allah'ım yangi yılda o'ylaganlaringiz farishtalarni İşi iş kılıp yuborsin deb. imanda yine Gülü degen meniki de account yok. Ha. Yo, men aytishga dur. Yine nechadan yozgani ko'rinadi, yine qara. Yine. Yo, men o'tib ketdik, dur. Yok şuradaki. Ha, Aslanlı. bo'ldi. Aslanlı vede şuradaki. Veda, doğru. Vede. Bizlere inçel yazganı kızık emas. En köp like egesine beramen. Ha. İmanda en köp like egesi 78 like. 78 tane bo'ldi. Yine İyi, bu dur yakın g'olimiz- görez beramiz. Dur şuna yakın görezek. İyi. İki adamla görmedi de bilmez. Yine. Xuda xalasa her birisine bereket ama indime her birisini internete koysa vaktim yok. Ha. Ver hemen gilemini. Boldu. İkide öyredi gelip durup. İmanda yine Gülü deyen bilinme indi sinimiz mi, öpkemiz mi bilinme. İşi gilemini gelip durup ektinle. Xuda xalasa siz gilemini uttunuz. Aile bir tıkalanla bir gün çıkadı. Barıp durup geleminizi bir malal video çıkkandan keyin gelip magazinde ekişiz mümkün. Bo'ldi. Hemen kütüp kalamız. Rasenter Bazar 97. magazin. İş vaktimiz azanғы saat 9'dan geçki 6'gacha boladı. Bir Boldu. malal geleveresiz. Bo'ldi. Sardar aka, esa xudo xolasa bu aksiyamiz endi 31 dekabr kuni ham ish bo'ladi dedingiz. Ava. Bemalol bayram kuni ham olib borib uylanib to'shashlari mumkin. Döşeyiz. 31. dekabr günü hem döşeyimiz. Öz 31. dekabr günü adamlar halı döşeydi yine. Bo'ldi. Esa sog' bo'ling deymiz, omon bo'ling. Balla ishdan charchamay turibdi. Sizlar ham bayramlarni yaxshi kutib olinglar deymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling esa deymiz. Rahmet. Yine görün. Bu aldınız. İkincisi mut oldu. 4 milyon 500 bin son pul oldu. Alana şunun içinde oldu. İyi dastaf kesem şunun içinde aparıp veremiz. Gazla problematik oturumumuz. Geçte alınız uyunuza baradı. Yine 4'e 7'si. Şunu 4'ü 4'üne veremem. Bol iş bitti.